Kassa bo'limi shu ko'rinishda bo'ladi. Mahsulotlar qidirishda 3 xil usuldan foydalanamiz. Birinchisi kategoriyalar orqali, ikkinchisi skanerlash orqali, uchinchisi qidiruv tugmachasi orqali. Ko'rishingiz mumkin. Va 3 xil usulda sotuvni ko'ramiz. Buning uchun sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Sotuv modelini ko'rsatish, bir sotuvni to'lov usullariga bo'lish. Bularni o'chirib qo'yamiz va mahsulotlar kiritib olib, sotish tugmasini bosamiz, to'lov turini tanlaymiz. Chekni chop etish yoki yopish o'zingizning ixtiyoringizda. Bu birinchi usul edi. Ikkinchi usul savdo modelini ko'rsatish, ya'ni miqdorini ko'rsatib o'tib, saqlash tugmasini bosib olamiz va to'lov turini tanlagan holda chekni chop etish yoki yopish o'zingizning ixtiyoringizda. Uchinchi usuli bir sotuvni to'lov usullariga bo'lish, ya'ni mahsulotlar kiritib olamiz, sotish tugmasini bosamiz, to'lov turlariga bo'lamiz. To'lash tugmasini bosib, chekni chop etish yoki yopish o'zingizning ixtiyoringizda bo'ladi. Buni o'chirib qo'yamiz. Endi mahsulotlar kiritib olib, qarz tugmasini bosamiz, mijoz ma'lumotlarini kiritib olamiz.